Assalomu alaykum, bog' chorva texnikalarini kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Bizda vakuum drobilkalari. Kichkina vakuum drobilkamiz 9NF26S modeli. Motoriga keladigan bo'lsa, motor 4 kilovatli mis motor. Avtomat. И mana rozetka bilan jihozlangan. To'ka tiqib qo'yib, avtomatdan o'chirib yoqaverasiz. Bu vakuum drobilkamiz. Setkasi 5 xil bo'ladi. Setkasi 5 xil. Buni qozoni mana shuni inida mana shunaqa. Ichida mana maydalab o'tkazilgan narsa qoldirilgan mana. Ana shu maydalikda chiqadi. Bu vakuum drobilkamiz soatiga 200 kilo, 250 kilo mahsulotini maydalab un yarma shakliga keltirib beradi. Ikkinchi modelimiz. FS23 modelimiz. Motor 4 kilovatli 3 remen bilan harakatlanadi. Buni qozoni eniga enliroq bo'ladi. Setkasi 5 xil. Setkasi 5 xil bo'ladi. 4 kilovatli motor. 4 kilovatli motor bo'ladi. Mana shunday sim rozetka. O'zimizda tokdan, aholi tokidan ishlatiladi 220 ga. Bu ham setkasining irik maydaligiga qarab soatiga 200 kilo, 250 kilo don mahsulotini maydalab chiqarib beradi. Uchinchi variantimiz bor, cho'gun variant. Bu ham xuddi shunday kattaligi. Vakuum drobilkalarimizda narxlariga keladigan bo'lsak, 2 million 800, 3 million, 3,5 million. Dastavka xizmatlari ichida. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqing pastdagi raqamlarga, like, podpiska. Bosh ishingizdan chiqmasin.